Assalomu alaykum. BMW 320D avtomobilimiz 2014-yil 160 ming kilometr yurgan. Mashinamiz narxi 7 million won. Kraska teggan joyi bitta. Chap tomon orqa kriloda kraska teggan joyi bor. Shu yerda. Lekin ko'z bilan ko'rganda unchalik bilinmayapti. Rangi bir xil holatda. 320D qidirib yurganlarga video tashlab qo'yamiz. Balonlari ham yaxshi holatda. Mashinamiz ideal. Kelib test drive qilib ko'rasizlar. 7 million won. 2014-yil 160 ming kilometr yurgan. 320D hamma narsasi bor. Narxi 7 million won. 2014-yil 320. Bu yoqda ham yana 320, 91 ming yurgan 2014-yil. Bu narx 10 million won. Buni kraska teggan joyi yo'q, toza holatda. Bunda bitta chap tomon orqa qanotda kraska teggan joyi bor. Maylari mo'yka qilinadigan holatda. Xullas mashina ideal 7 million won, bunisi 10 million won. Kilometr oz, buniki 160 ming yurgan. Ikkalasi bir xil pozitsiya. Test drive qilib ko'rasizlar.